Demak, Madara rost aytgan ekandi. Uchiha klani qishloqqa qo'lga olmoqchi bo'lyapti. Yetar bas. Naruto. Bu rostmi? Itachi, Sasuke va qishloqni qutqarish uchun o'zingni yovuz qilib ko'rsatding. Sen qancha azob-uqubat tortganingni Sasuke biladi. Sana maqsadingni tushunish o'rniga Sasuke Konohani yo'q qilmoqchi. Akasi Konohada azoblangani uchun u qishloqdan qasos olmoqchi bo'pti. La'nati Madara. U men haqimda haqiqatni bilardi. Qishloqdagilar ham buni bilishadimi? Yo'q, faqat Kakashi sensei va kapitan Yamato. Ammo Madara gapini hech kim tasdiqlamagani uchun Kakashi sensei buni ovoza qilmaslikni aytdi. Bizdan boshqa yana kimdir buni biladi deb o'ylamayman. Bu haqida hech kimga va hech qachon gapira ko'rma.